Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunov Zohirjon. Mana bugun biz profil ishlab chiqargan katta sexga yetib keldik. Manzilni ishlab turamiz. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani. Yangi Qo'rg'on ko'rigidan kelaverishda paxta punktga yetmasdan chap qo'ldagi ishxona. Bu yerda konteyner lisidan ishlab chiqarilgan barcha turdagi profillar bor ekan. Hozir shu profillarni yasalish jarayonlari va narx-navolari qanchadan bo'lyapti, nimalarga ishlatsa bo'ladi. Barchasini xudo xolasa chiroyli holatda sizlarga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Undan oldin sizlar videoga like bosdi va shunaqa profil istab yurgan akalarga videoni ulashib qo'yishni unutmang. Biz bo'lmasa boshlaymiz. Hurmatli kuzatuvchilar, shu profillar ishlab chiqarib sotuvchi akamiz Abdulaziz bo'lishadi. Assalomu alaykum aka, hormanglar. Charchamay boshlab oldingmi ishlarni? Xo'p, endi videoga chiqishni istashmadi, shuning uchun narxlarni aytib o'tishadi. Qaysi profildan boshlaymiz aka? Mana shuni ko'ramiz aka. Xo'p, mana profilimiz nechilik bu? Profilimiz 9 dan chiqqan, 9 rasotdan chiqqan. 9 sm listdan shunaqa bukilgan, ha? Necha bukilgan bu? Xo'p, bunda 2-3 bukiladi. 2 ga 4,5 qoladi ichi. Bundaylar 2 dan. 2,5 dan ekan, ha? 2,5 5. Ichi 4,5. Xo'p, bu narx-navosi qancha bo'lyapti? Uzunligi nechi buni? 2.30 buning uzunligi. 2.30 narx-navosi? Narxi 26 ming so'm. 26 ming so'm. Abjomda ko'p olamiz deganlarga endi kelishib berasan. Xo'p bo'ladi. Xo'p, bundan keyingi profilimiz qaysi? Nechilik bu? 12 sm listdan chiqqan bu. 12 sm listdan endi S shaklda bukib qo'yilgan, ha? Sifati xudo xolasa yaxshi. Cho'tki qilib bukib qo'ygan, mana graduslarga e'tibor beramiz. To'shni 90 gradusdan bukib qo'ygan, unaqa ochiq emas. Xo'p, ular metri necha metrlar? 2.30 34,5 ming so'mdan chiqadi. 34,500 so'm. 500 so'm. 2 metrli ham bor ekan, ha buni? 2 metrli ham bor. 2 metrli ham tayyorlab beraveradi buyurtma asosida. 34,500 so'mdan optimal holatda tayyorlab berishlar mumkin bo'ladi ekan. Xo'p, bundan tashqari yana qaysi profillardan bor? 9likcha arka. Ha, bu 9likda arka qilib bergansizlar, ha? Bo'ldi. Arka qilib berish xizmat ichidami? Ko'proq olsa ichida qilib beradi. Ha, ko'proq olsa ichida qilib beradi, azroq olsa Donabayga kelishlar. Mana bu joyda mana ishlab chiqarish sexlari, mana bu stanoyda tekizlashadi deysiz. Tekizlashadi va qaychi yordamida kesib bukishadi. Hamma sharoitlari bor. Xo'p, mana bu yerda ham har xil profillar, latoklari ham bor ekan. Mana bu ko'rib turganingiz nechilik latok? 35. 35 sm listdan chiqqan latok. 1 metr 45 ming so'm. 1 metr 45 ming so'm. Xo'p, 10 hamma tarafi 10 dan bo'lsa 30 lik eng mashhur latogimiz bu. Qanchadan bo'lyapti shu latok? 39 ming so'mdan chiqadi. 39 ming so'm. Aka, uncha kelishtirasizmi? Ko'proq oling, kesildi. Kelishtirib berasiz. Xo'p, yana qaysi profillarimiz bor aka? Bu 10 lik emas bu. 10 lik. 10 sm mana S shaklda bukib qo'ygan. Bilamiz, bu teplisalarga ham ishlatsa bo'ladi buni. Teplisani qayerga ishlaydi ko'proq? Ustuniga, arkalariga, shu kashaklariga ishlash mumkin. Sifati a'lo darajada ekan, lislarimiz korroziya tegmagan. Sifati yaxshi holatda. Xo'p, 2.30 bu ham. 2.30. Narx-navosi qanchadan qilib berasiz? Bu narxi 29 ming so'm beriladi. 29 ming so'm super narx, mana yomon narx emas, arzon. Xo'p, bular nechilik ekan? 8 sm listdan mana bu ko'rib turganimizdek ajoyib tarzda bukib qo'yishgan. Graduslar yangi temir bilan birga bir ishlab qo'yishyapti, lekin narxi xudo xolasa ikkala tarafi ham kraska bo'lgan holati arzon. Nech pul aka bu? Narxi 23 ming so'm. 23 ming so'mdan mana shu holatda tayyorlab berishyapti. Va hammaga mashhur bo'lib ketgan profilimiz 4x4 profillari ham bor ekan, ko'rib turganimizdek. Ko'p holatda cheklanmagan miqdorda tayyorlab berishlari ham mumkin. Qalinligi necha aka buni? Qalinligi shu 1.6 dan boshlanadi. 1.6-1.8 atrofida. Xo'p, 4 sm ga 4 sm bo'ladi buni qalinligi. Eni suvarkalarni oz-oz joydan kuyib qo'yishgan bo'ladi. Uzunligi necha buni? 2.60. 2.60. Shu turishi nech pul aka donasi? 43 mingdan donasiga. Demak, bu yaqinda ham 48 ming, 47 ming bo'lib turadi-da. Anchagina narxlarimiz arzonlab qolibdi. Xudo xolasa yaxshi narx chiqarib berishadi. 43 ming so'mdan. Va mana bu joyda kapalaklar ham ishlab chiqarishadi ekan. Kapalak bilamiz, reyka o'rnida foydalanishadi. Mana shu profilimiz, ha, mana shu holatda strapelaga minadi, ustiga profil nasllarni mahkamlashingiz mumkin bo'ladi. Mana shu kapalak hisoblanadi. Bu aka nechilik kapalak bu? 10 lik.
10lik. 10lik apparat. Uzunligi nechi? 230. 230. Narx-navosi qanchadan berasiz buni? Narxi 29 ming so'mdan berilyapti. 29 ming so'mdan. Eslatib o'tamiz, biz manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tuman Dehqonobod qishlog'ida. Vodiy bo'ylab yo'llar juda ham arzon tushadi. Agar voha taraflarga bo'lsa, ob'yemda olsangiz ancha arzon tushadi. Agar ozroq olsangiz, albatta qulayroq shopir topib berishadi. Bundan tashqari yana qaysi profillarimiz bor ekan? Ularni ko'rdik, rasmlarni. 8lik, 10lik. Ha, ishlab chiqarish sexni ham bir ko'rsatib o'tsangiz aka. Demak, mana bu joyda, mana bu uskunamiz, mana bu lislarimizda valna holatidan mana shunday tekis holatiga keltirib berishga xizmat qiladi. Ko'rib turganingizdek tekis holatda. Mana to'rga to'rlar mana bu joylarda ishlab chiqariladi. Mana bu to'rga to'rni kesib tekizlab beruvchi apparatlarimiz mana bu joyda qisiladi ekan. Qisib so'rka chiqishadi. Mana bu bukib beruvchi apparatimiz. Mana bu yerda profillarimiz ham tayyor bo'lyapti. Bu profil nechilik? 12lik, juda sifatli chiqibdi. Buni qancha dedingiz narxini? 34,5. Mana bu stanogimiz qaysi vazifani bajaradi? Mana shular, mana shu bukish. Bukib beradi, bu ha? Bu kesib beruvchi, ha? Nariga apparat ham bukib beruvchi. Xo'p. Mana profilimizni bukib berishyapti. Mana shu holatda. Va mana bu joydan ham bukishganda profil holatga kelib qoladi. Hurmatli kuzatuvchilar, videomizni shu yerda yakunlaymiz. Kimga shunaqa profil mahsulotlarga bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Abdulaziz do'stimiz zo'rlab tayyorlab berishadi, do'stim. Xohlasa kesalang, telefon qilsalang, tayyorlab beriladi. Pastda nomer qoldiramiz, ikkita nomer, ikkalasi ham xudo xolasa aloqada bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona Bo'yda Dehqonobod qishlog'i, aloqaga chiqaverasizlar.